Mana bugungi mehmonimiz hurmatli foydalanuvchilar. Google akkauntga tushgan yondan mavzuni qo'yayman. Mana qulfcha belgisi. Demak, mana oldinga yurg'izamiz. Mana ki. Tali Wi-Fi ga ulangan. Terib ko'rasizlar. Akkaunt tushgan. Bu holat telefonimiz mana. Endi buni orqasiga mana simlab olganmiz. Simla tegmasini orqasiga tashlab olganmiz. Mana sim ulangani IPS ulanib ochilyapti. Demak, hozir sizlarga buni qanday ochilish, nimalar qilishlar haqida ketamiz. Demak, biz birinchi bu yerda e'tibor qiladiganimiz mana bu hozir A05 da o'sha biza telefonda ichida turgan versiyasi. Ya'ni hash versiya deydi. Binariyda binariy 17 deydi. Mana One UI 7. Xavfsizlik tizimi mana Android demak Android 15 mana bu yerda ko'rsatilgan. Android 15 ili xavfsizlik tizimi mana 26.05. Ana endi buni sizlarga o'sha T-Spinoutni ko'rsatamiz. Mana T-Spinoutimiz mana ki. O'sha plata bo'ladigan bo'lsa, mana platani mana shu biqinchasida. Mana keyinda data 0 klik soat yo'nalishi. Mana bu yerdan o'sha video 1.8 и 2.8 shu narsamiz ana endi bizga kerak bo'ladi. Medusa Pro olganmiz. Ana endi hozir buni jarayonini ko'rsatamiz. Yo'qsa bo'lam shu videomizni share. Demak, Medusaga ulayapmiz. Telefon batareykasini sug'uramiz. Ulardan demak, disconnect demak bizga mana hozir Medusamiz nastroykasi demak 1.8 volt 1 bitli tizimda connect bosamiz. Mana ulanish kutmoqda. Ana endi biza qiladigan ishimiz buni ulab bo'lganmiz. Ana endi biza USB ni tiqqandan keyin sразу Medusaga qaratasan. Mana olishni boshladi. Ma'lumotlarni bu qanday desam bo'ladi, Android 15 oxirgi security patch 26.06 bo'lib ketgan. Binary 17 bo'lib ketgan. Bit 17 bo'lib ketgan. Shuni evazidan umuman tizimga kirib bo'lmagan bo'lib qolgan. Mana bu yerda ko'rsatib ketamiz. Demak, mana o'sha boshladik. Demak, mana xotirasi 128 gigalik RPMlari. Mana bizaga o'sha sektor degan joydan bo'ladi. Percent represent degan joy bo'ladi. Percent bo'lsa mana FRP mana FRP degan sektori bor mana 23-sektorda. Ana shuni biz qo'lda o'chiring. Advink xohlang qiling, dasturda o'zida qiling. Demak, factory repair bo'limga o'tamiz. Factory repairdan mana rest
options bor. O'sha list optionsga kirsak, mana Fireprice degan bo'limi bor. Shuni bossak, mana bu yerda chiqib keldi mana. Shunaqa ret o'qib bo'lmadi, shunaqa remover qildi. Manaki endi biz bunga ishonmasdan, endi Meduza sal injiqroq ishlaydi. Shuni evaziga qo'lda ham qilib ko'rsataman. Mainga o'tamiz. Maindan yoki bo'lmasa mana patent bo'limidan o'tsak, patentlar ochildi. Bizga o'sha 23-bo'limda mana bunda mana 24-bo'lim ekan. Mana 24-bo'limda demak savit patent qilaman. Savit qilib bironta joyga masalan рабочий stol ehtimolga qarshi masalan bironta papka ochib o'shaning ichiga saqlanib qo'ydim patentni. Endi buni belgilangan 24-bo'limda Erasmus patent qilamiz. Mana 24 belgilab olganmiz. Erasmus shu belgilab olgan patentimizda o'chirish buyrug'ini bosamiz. Qo'lda Fireprice ham shu ishni qiladi. Persistent ehtimolga qarshi representim bir sabit qilib olamiz. 2 qilamiz, tashlaymiz. Demak, ikkitasini nima? Representim 11. Mana shu ikkita bo'limda represent bilan Fire'ni ikkalasiga rast qilamiz. Mana bittasi razmeri A-ga 512 kilobayt, bittasi razmeri A-ga 1 megabayt bo'ladi. Qarang, qanday kichik narsalar shu ma'lumot saqlab turadi. Shu Google akkaunt ma'lumotlarni saqlab turadi. Mana telefonchamiz xudo xolasa tayyor bo'ldi. Mana o'sha qilgan ishlarimiz, operatsiyalarimiz. Ana endi mana disconnect qilamiz. Uzamiz. Demak, mana telefonchamiz hozir ishni boshlaymiz. Mana shu yerdan bir pauza qilgan. Telefonimiz mana yonishni boshlayapti. Xudo xolasa natijani ko'ramiz. Endi ulash jarayonlari naryoqdan mikroskopda bo'ladi. Endi u jarayonlarni olmadik, asosiy qismini oldik. Qanday qilgan, nima qilingan. Akkuratni qilib albatta uruvdi. Kimdir telefoni uni qanaqadir yomon nozik. Demak, mana e'tibor beradigan bo'lsak, mana qulfcha yo'qoldi. Mana next qiladigan bo'lsak, mana telefonimiz juda sakrroq ishlayapti. Mana kapervat oldinga o'zyapmiz. Tekshiryapti. Endi serverga bog'lanyapti, Google serveriga. Google serveri bunga javob berish kerak endi. O'sha ID raqamlar bo'yicha. Endi kimlar Meduza Pro'ni eskiroq deb aytishi mumkin. Menimcha ishini bilgan odam uchun uni qizig'i yo'q. Hozir Yufi'lar bor. Zitrix'da turbolari chiqib ketdi. Flash 64 mana e'tibor qilasiz, propustit chiqdi. Mana o'tkazib yuborish deydi. Mana propustit.
Mana hozir ham hali ham simni uzganimiz yo'q. Endi olamiz. Bunga T-Spinout, P-Spinout umuman aloqasi yo'q ekan. T-Spinoutlar hozir agar ana bo'lsa ko'rsatib ketaman. Demak, bu emas. Mana videoni ko'rsat. Bu yoqda. Mana bu videoga e'tibor qiladigan bo'lsangiz, mana bu yerda T-Spinout qiladi. Bu T-Spinout ham olmaydi, versiya yangilanib ketgandan keyin. Yo'q, qabul qilmaydi. Umuman. Ikkinchi usuli biqinda bo'ladi. Mana yana mishkada ko'rsatyapman, qimillatib. Buni qilsangiz ham T-Spinout qabul qilmaydi. Chunki versiya yangilanib ketgandan keyin foydasi yo'q. Bu telefonni ko'rsat. Ya'ni xavfsizlik tizimini oshirib tashlaydi. Maqsadi shu. O'sha protsessor M2 MediaTek protsessorda o'sha prelude modni ham, birrom modni ham ko'rsatishga yo'l qo'ymay qo'yadi. O'shandan siz majbur bo'lasiz. Endi protsessordan kira olmaganingizdan keyin, protsessor bo'yicha kira olmagan, to'g'ridan-to'g'ri o'sha eMMC flash xotiraga ulanishga majbur bo'lasiz. Hozir biz to'g'ridan-to'g'ri flash xotiraga ulanib ochildi mana telefonimiz. Endi o'sha siz aytganingizdek bu versiyasi past bo'lganda bu qilsa bo'lardi degan mana hamshaki negativchilarimiz bo'lsin, o'shalar bor ekan. O'sha rivojlanish bo'ladi, chunki ularning fikrlari to'g'rimi, noto'g'rimi e'tiborga olib qaralar. Mana e'tibor qilasiz, manaki. Mana sborni versiyaga qarasangiz mana hash. Biz ko'rsatganimiz ham mana o'sha hash versiya mana. Mana e'tibor qilasiz, hash mana. Bunga qarang, mana bunga qarang. Ikkalasi bitta narsa. Mana Android 15 mana xavfsizlik tizimi mana bu yerga yozilgan mana. 26-5-iyun mana. Shu biz aytgan narsa mana bu narsa mana. Mana xavfsizlik tizimi bu. Rahmat kuzatuvchilar, kuzatib boringlar. Yangiroq. Telefon markasi haqida ham o'sha aniqroq o'zi tushunadigan odam tushunib oldi. Yana tushunmagan negativchilar uchun aniqroq qilish uchun mana A05 sog' bo'linglar. Mana telefonimiz.